Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dasturimiz avvalida sharhlarimiz mavzusi bilan tanishing. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. To'rmingta standart bekor qilindi. Yangi Toshkent investitsiyaviy imkoniyatlar markaziga aylanmoqda. Hukumat qarori: endilikda mahalliy tovar sertifikatining xarajatlari qoplab beriladi. Oltin va kumushning narxi ko'tarilmoqda. Uning iqtisodiyotga ta'siri qanday? Jahon konchilik va metallurgiya sanoatida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Birpasda 2026-yil dastlabki oyining birinchi dekadasi ham o'tib bo'ldi. Iqtisodiy tarmoqlarda belgilangan vazifalar ijrosi faol davom ettirilmoqda. O'zbekiston uchun joriy yilga asosiy maqsadlardan biri bu Jahon savdo tashkiloti tarkibidan to'laqonli o'rin egallashdan iborat. Bu yo'lda tegishli choralar ko'rildi va ayni paytga kelib jarayon oxirlab qolgan. Xususan o'tgan davrda ko'p va ikki tomonlama muzokaralar o'tkazilib, muayyan natijalarga erishildi. Qonunchilikni tashkilot talablariga uyg'unlashtirish doirasida huquqiy va institutsional islohotlar amalga oshirildi. Jumladan bojxona tartibotlari, eksport-import qoidalari hamda intellektual mulk sohasidagi mexanizmlar bosqichma-bosqich tashkilot standartlariga moslashtirildi. Dolzarbligini yo'qotgan 4000 ta standart bekor qilinib, me'yoriy baza qisqartirildi. 13000 dan ziyod xalqaro standart esa milliy tizimga uyg'unlashtirildi. Ko'lamdor chora-tadbirlar samaralari Jahon savdo tashkiloti mutaxassislari tomonidan ijobiy baholanmoqda. Bu o'z navbatida mamlakatimizning ochiqlik, shaffoflik va adolatli savdoga bo'lgan qat'iy intilishini tasdiqlaydi. To'g'ri, bular o'zi nega kerak? Tashkilotga a'zolik bizga nima beradi degan savollar tug'ilishi tabiiy. Gap shundaki, Jahon savdo tashkiloti davlatlararo savdo qoidalarini boshqarib turuvchi yagona xalqaro tizim hisoblanadi. Qolaversa, hozirgi global iqtisodiy tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, sodda va qulay savdo mexanizmi eksport-import jarayonlaridagi tezkorlik hamda samaradorlikni oshiradi. Ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish barobarida xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlaydi. Bu bilan esa chet el investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati kengayadi. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik esa oldindan bashorat etiladigan va barqaror savdo jarayonlari doirasida o'z milliy manfaatlariga asoslangan savdo siyosatini ilgari surish huquqini beradi. Demakki, O'zbekiston uchun bu juda muhim. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston tuzilmaning 2026-yilda Kamerunda bo'lib o'tadigan navbatdagi konferensiyasigacha asosiy tarkibdan o'rin egallashni reja qilyapti. Biz yuqorida zikr etilgan jarayonlar, ayni paytda bajarilayotgan amaliyotlar va kutilayotgan natijalar xususida yanada kengroq ma'lumot olish maqsadida studiyaga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim Jo'rabek Murodov, O'zbekiston Texnik tartibga solish agentligi huzuridagi Standartlar instituti direktori o'rinbosari. Jo'rabek aka, ma'lumki, O'zbekiston joriy yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni reja qilgan. Bu yo'lda qanaqa ishlar qilindi va qaysi jarayonlar davom etyapti? Dastlab shu haqda to'xtalsangiz. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bir qator sohalar oldida, xususan texnik jihatdan tartibga solish yo'nalishida ham juda katta bir masalalar oldimizga qo'ydi. Xususan aynan Jahon savdo tashkiloti o'zi maqsadi nima? Savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf qilish. Ya'ni mahsulot, ishlar yoki xizmatlar bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chganda yoki bir davlatdan ikkinchi davlatga, demak, realizatsiya uchun yuborilganda texnik to'siq bo'lishi kerak emas. Aynan bu to'siqlar nima orqali yuzaga keladi? Mahsulotga asosan qo'yiladigan talab standartlarda belgilanadi. Aynan o'sha standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish masalasi yoki bo'lmasam o'sha xalqaro standartlarni qabul qilish masalasini birinchi masala qilib oldimizga qo'ydi. Undan keyin Jahon savdo tashkilotining yana bir asosiy muhim jihati o'zini ichki hujjatlarida TBT Agreement nomli hujjati bor. Bu hujjatda standart, texnik reglament va mahsulot sifatiga qanaqa normalar belgilanishi belgilab qo'yilgan. Mana shu masalalardan kelib chiqib, soha oldida bir qator yechilishi kerak bo'lgan masalalarni yuzaga keltirdi. Xo'p, shu masalalar qanday yechilyapti? Qanday chora-tadbirlar amalga oshirildi va oshirilyapti? Shular haqida ham to'xtalsangiz. Birinchisi, aytaylik, standartlashtirish yo'nalishida mavjud standartlar bazasi tahlil qilindi. O'zi O'zbekistonda qancha amalda standartimiz bor va bu standartlar qanchalik xalqaro talablarga mos. Tahlil qilinish natijasida yillar davomida eskirgan standartlarni bekor qilish yoki bo'lmasam o'rniga xalqaro standartlarni joriy qilish masalasi demak amalga oshirildi. Xususan raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2024-yilda
demak bu ko'rsatkich 8300 ta standartni qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, 2025-yilda 13 mingdan ortiq va hozir biz 2026-yilda 18 mingdan ortiq standartlari qayta ko'rib chiqish masalasini oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Hammamiz soatda ishlatamiz, sekundda ishlatamiz. Buni asosida o'zagida mana shu standart yaratilishi va standart ishlab chiqilishi bilan bog'liq ilmiy salohiyat juda katta rol o'ynaydi. Bu juda katta aytaylik xarajat bor, juda katta kadrlari salohiyati bor. Standartda mahsulotga bo'lgan talab va mahsulotni ishlab chiqargandan keyin uni iste'molchiga yetkazish jarayonida uni sinovga bo'lgan talablar belgilanadi. Shunchalik darajada standartlashtirish tizimi kirishib ketganki, biz bugungi kunda hech ikkilanmasdan ko'chada sotiladigan suvni bemalol ichamiz yoki sotiladigan oziq-ovqat mahsulotini iste'mol qilamiz. Har bittasini o'zagida, har bittasini tegida mana shu texnik jihatdan tartibga solish agentligi va uni tizim tashkiloti hamda standartlari shunchalik ishonchga kirgani yotadi asli o'zagida. Shu o'rinda tabiiy bir savol, mana a'zo bo'lish va tashkilot standartlariga moslashish jarayonida 4000 dan ziyod turli standartlar bekor qilingan. Bu qanday standartlar va ular nega bekor qilindi? Shular haqida ham to'xtalsangiz. Albatta, standartlarni bekor qilishi standartlar to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan 3 xil holatda standart bekor qilinadi. Birinchisi, agar standart amaldagi O'zbekistondagi qonunchilik hujjatlariga yoki normativ hujjatlar talablariga javob bermasa, ikkinchi holatda demak milliy standart qabul qilinsa yoki xalqaro standartlar O'zbekistonda qabul qilinsa, uchinchisi ma'nan eskirgan standartlar bekor qilinadi. Mana shu tahlillar natijasida juda ko'p holatlarda mana uyg'unlashtirish darajasini aytib o'tdik, 40% dan ko'proq, ya'ni xalqaro standartlari O'zbekistonda qabul qilinishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar bor va undan tashqari ma'nan eskirgan standartlar ham bor. Hozir IT sohasini oladigan bo'lsak, masalan, eski mashinkalar bo'lardi. O'shalar bilan bog'liq yoki audio vositalarida kassetalar ishlatganmiz. O'shalar bilan bog'liq u turdagi mahsulotlar muomaladan chiqib ketdi va o'sha mahsulotlarga talab qo'yilgan standartlar o'zini dolzarbligini bugungi kunda yo'qotdi. Xuddi shunga o'xshagan tahlillar asosida bu 4000 ta raqam shakllangan. Galdagi rejalarga ham to'xtalsangiz. Oldinda qanday vazifalar kutyapti? Endi yangi standartlar qabul qilganimizdan keyin u bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Birinchisi, moddiy texnik bazamiz ishlab chiqarishdagi o'sha standart bilan mosmi? Eskirgan texnologiyaning o'rniga yangi texnologiyani olib kelishimiz kerak. Undan keyingi masala endi kadr bilan bog'lanadi. Aynan tadbirkorlik subyektlariga to'laqonli yetkazish maqsadida 2025-yil davomida prezidentimizning shaxsan topshiriqlari bilan 20 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektini sifatga mas'ul xodimlarni biz o'qitdik. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish, xalqaro standartlarga moslashuv narx-navolarning o'sish yoki pasayishiga ham ta'sir qilishi mumkinmi? Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandagi to'siqlari bartaraf qilinishi nimaga ta'sir qiladi? Mahsulotni eksportga chiqishi yoki import mahsulotlarini oshib ketish balansi bilan bu narsa hisobga olinadi. Mana shu jihatlarni juda yaxshi tushunish yoki iqtisodiy holatdagi ta'sirlarni o'rganish uchun aynan ISO, ya'ni xalqaro standartlashtirish tashkilotini iqtisodiy ta'siri bo'yicha uslubiy qo'llanmasi bor. Asosan 3 ta parametr bilan baholangan joyi bor. Birinchisi demak texnologik omil. Bu texnologik omilda ham standart bor, ham uni ichidagi laboratoriyasi, ham ishlatadigan texnika texnologiyasi, undan keyin kapital, ya'ni pul tikadigan mablag'i va ishchi omil. 3 ta omilning ta'siri qaysi darajada iqtisodiy holatga ta'sir qilishi bu formula orqali hisoblab topsa bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlardagi eksport hajmi juda ham oshgan. Ya'ni bir davlatda ishlab chiqariladigan mahsulotlar boshqa bir davlatga to'siqsiz kirishi uchun juda katta zamin yaratib beradi. Mana shu jihatdan bu juda bir qulay hisoblanadi. 2025-yilda O'zbekistonning tashqi xalqaro maydondagi faolligi kuzatildi. Deyarli barcha mintaqa davlatlari bilan hamkorlik yangi bosqichda davom ettirilyapti. Hozirda mana ana shu tashqi siyosati, O'zbekistonning xalqaro maydondagi faolligi ham shu tashkilotga a'zo bo'lish jarayonida bir qandaydir bir turtki berishi mumkinmi? Albatta, bu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda davlatda har qaysi sohadagi o'rni yoki faoliyati yoki xalqaro maydondagi holati tahlil qilinadi. Prezidentimizni parlamentga murojaatlarida alohida bu masalani ham aytib o'tdilar. O'zbekiston global xalqaro sifat infratuzilmasida o'rni 57-o'ringa ko'tarilgan. Bu juda katta bir harakatlar natijasida amalga oshirilgan bir mehnat hisoblanadi. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti bor, ISO deb o'rganib qolganmiz. O'sha tashkilotda o'zini texnik qo'mitalari faoliyat yuritadi. O'sha texnik qo'mitalarda O'zbekistonni
a'zoliklar soni ilgari qanaqa bo'ldi-yu, mana shu reyting ko'tarilishiga sabab bo'lishida qanaqa harakatlar bo'ldi. Ilgari 11 ta texnik qo'mitada to'laqonli a'zo va 36 ta texnik qo'mitada kuzatuvchi a'zo bo'lganmiz. Hozir 44 ta texnik qo'mitasida to'laqonli a'zo va 365 dan ortiq texnik qo'mitada kuzatuvchi a'zo. Bu raqamlar o'z-o'zidan emas, kuzatuvchi a'zo bo'lib kirish yoki to'laqonli a'zo bo'lib kirishda juda katta mehnat, juda katta mashaqqat yotadi. Biz ushbu muhim voqelikni kutib qolamiz. Sizning chuqur tahlillaringiz uchun rahmat. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Uch milliondan ortiq odam istiqomat qilayotgan Toshkent shahri aholi soni bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi sanaladi. Bashoratlarga ko'ra, yaqin 10-20 yil ichida poytaxtliklar soni yana 2-3 millionga ortishi mumkin. Bu o'z navbatida hozirda shundoq ham maksimal darajada ishlayotgan mavjud infratuzilmalarga ortiqcha yuklama degani. Ekspertlar fikricha, ushbu faktor iqtisodiy o'sish sur'atlariga ham ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas. Umuman olganda, demografik o'sish ortidan vujudga keladigan turli ijtimoiy-iqtisodiy masalalar megapolislarda yuzaga keladigan tabiiy jarayon. Prezidentimizning uzoqni ko'zlab ilgari surgan tashabbusi, ya'ni yangi Toshkent loyihasi yuqorida zikr etilgan muammolarga yechim bo'ldi. Bunyodkorlik ishlari 2023-yilning bahorida boshlangan. Ayni paytga qadar gigant loyihaning birinchi bosqichi doirasida dastlabki yirik inshootlar qad rostladi. E'tiborlisi, qurilish jarayonlarida mahalliy kompaniyalar qatori xorijiy investorlar ham faol ishtirok etmoqda. Behzodxo'ja Hamidxo'jayevning hozirgi sharhida ana shu va boshqa qator yangiliklar xususida so'z yuritiladi. Yangi Toshkent Markaziy Osiyodagi eng yirik shaharsozlik loyihasi. Uni mavjud poytaxtni sharqiy tomonga kengaytirish rejasi deb ham ta'riflashadi. Bunyodkorlik uchun Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan qariyb 20 ming gektar yer ajratilgan. Bugunga kelib ilk inshootlar qad ko'tarib qoldi. Birinchi bosqichda 6 ming gektar maydonda inshootlar qurilib, 600 ming aholi uchun zamonaviy sharoitlar yaratiladi. Shuningdek, barcha ma'muriy binolar shu manzilga ko'chiriladi. Yangi Toshkentda har bir loyiha bosh rejaga asosan amalga oshiriladi, ya'ni dastlab Yangi Toshkent direksiyasi va xalqaro mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar, talablar asosida texnik shartlar ishlab chiqilgan. Bunda binoning qavatliligi, binoning umumiy maydoni, yillik va sutkalik energiya, suv sarfiga bo'lgan talablar oldindan hisob-kitob qilinadi va shu asosda loyihalashtiriladi. Kelgusida infratuzilmaga tushadigan yuklamalar oldindan hisob-kitob qilingan va shunga asosan hududni rivojlantirishda infratuzilma loyihalarining quvvati belgilangan. Loyiha mas'ullariga ko'ra, Yangi Toshkentni faqat O'zbekistonning o'zi qurmaydi. Hozircha Xitoy, Buyuk Britaniya, Turkiya, Rossiya, Yaqin Sharq davlatlaridan investorlar qiziqish bildirgan. Bugungi kunda auksionda sotilgan 13 ta tijoriy lot bo'yicha 554 million dollarlik investitsiya shartnomalari tuzilgan. Yangi Toshkent loyihasiga xalqaro moliya institutlari, xalqaro investorlar, developerlar qiziqish kundan kunga ortib bormoqda. Misol qilib keltirishimiz mumkin, xususiy sektor ishtirokida 2025-27-yilda amalga oshiriladigan umumiy qiymati 1,5 milliard dollardan ortiq bo'lgan umumiy xonadonli turar joy loyihalari amalga oshiriladi. Bundan tashqari ofis, mehmonxona, restoran, turizm obyektlari ham barpo etilishi boshlangan. Yangi Toshkent birinchi bosqichining umumiy qiymati 40 milliard AQSh dollaridan yuqori baholangan. Ekspertlarning aytishicha, Yangi Toshkent yangi iqtisodiy loyihalar markaziga aylanadi. Yo'ldosh shahar yangi ish o'rinlarini yaratish, sarmoyalarni jalb etish va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu o'z navbatida Yangi Toshkentni mamlakatning biznes peshtaxtasi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Bu orqali xalqaro investitsion kompaniyalar va jamg'armalar O'zbekistonning salohiyatini sinab ko'rishi mumkin. It's a wonderful city, wonderful design. Yangi Toshkent dizayni ajoyib. Yashil maydonlar juda ko'p. Shaharsozlik loyihasiga eng ilg'or texnologiya va yechimlar joriy etilganiga shubha yo'q. Al-Mansur Holding ushbu loyihaning bir qismiga Qatar muhitini singdirishni reja qilgan. 600 ta maydonda zamonaviy dizaynga ega tijorat markazlari, mehmonxonalar, turar joy binolari barpo etiladi. Ularga eng mashhur brendlarni jalb qilamiz. Hozir loyihamiz dizayn bosqichida. O'zbekiston prezidentining mamlakat taraqqiyoti bo'yicha qarashlari bizni Yangi Toshkent sari yetakladi. Biz shaxsiy sarmoyamiz qatori Yaqin Sharqdagi boshqa kompaniyalarning investitsiyalarini jalb qilamiz. Ishonamanki, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston kelajakda xalqaro tijorat markaziga aylanadi. Rivojlanib borayotgan mamlakatning investitsiya muhiti Yevropa, Osiyo, AQSh va Yaqin Sharqdagi katta sarmoyalarni jalb qiladi. Yangi Toshkent qurilishini 2045-yilgacha 6 bosqichda yakunlash reja qilingan. 2 million aholiga mo'ljallangan yo'ldosh shahar tirbandlik, yashil maydonlarning kamayib ketishi va zichlik muammosiga yechim bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga Yangi Toshkent aholi farovonligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy obyektlarni o'zida jamlaydi.
Bu o'ziga xos eksperimental laboratoriya bo'lib, shaharsozlikda o'zini oqlagan eng optimal yechimlar keyinchalik respublikaning boshqa viloyatlarida ham joriy etiladi. Yo'ldosh shahar yangi ma'muriy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy obyektlar yig'indisi bo'lib, mavjud poytaxtning muhandislik transport infratuzilmasiga tushayotgan yuklamani shunchaki kamaytirmaydi, aksincha uni qayta jonlantiradi. Shu tariqa qadimgi Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan Toshkent yana bir bor global savdo markaziga aylanadi. Mahalliy tovar sertifikati bu mahsulotning O'zbekiston hududida ishlab chiqarilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjatdir. U ishlab chiqaruvchi uchun ham, iste'molchi uchun ham ishonch belgisi hisoblanadi. Faqat o'z mahsuloti sifatiga kafolat bera oladigan ishbilarmongina mazkur sertifikatga ega bo'lishi mumkin. Ilgari ushbu hujjatni olish uchun tadbirkor ma'lum miqdorda pul to'lardi. Endilikda mahalliy tovar sertifikatining xarajatlari qoplab beriladigan bo'ldi. Aniqrog'i, hukumat qarori bilan mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat yoki ekspert xulosasini rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Yana bir yangilik, hujjatga ko'ra mebel va yog'ochsozlik mahsulotlari mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilganini aniqlash uchun O'zbek ekspertiza aksiyadorlik jamiyati tomonidan o'tkaziladigan ekspertiza mutlaqo tekin bo'ladi. Ya'ni bu yo'nalishda hech qanday to'lov undirilmaydi. Hamkasbim Lobar Mirsoatova o'z sharhida biznes uchun juda muhim bo'lgan shu va boshqa yangiliklarga batafsil to'xtaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-maydagi qarorida 2025-2028 yillarda mebel va yog'ochsozlik sanoatini rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilab berilgan edi. Jumladan ishlab chiqarish hajmini 30% ga oshirish, eksportni 100 million AQSh dollariga yetkazish, umumiy qiymati 200 million AQSh dollarlik investitsiya loyihalarini amalga oshirish hamda 50 ming nafar aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat yoki eksport xulosasini rasmiylashtirish tartibi belgilandi. Mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikatning amal qilish muddati 2 yil bo'lib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarida amalga oshirilar edi. Endilikda yangi tartib bo'yicha mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat bepul tarzda beriladi. Barcha ekspertiza qilish jarayonlari savdoni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatidan qoplab beriladi. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun nafaqat yengillik, balki mahsulotni tan narxini pasaytirishga ko'maklashadi. Buning uchun vakolatli organ har hafta yakunida kerakli ma'lumotlar kiritilgan reyestrni elektron platforma orqali kompaniyaga yuboradi. Kompaniya esa murojaat kelib tushgan kundan boshlab 7 ish kuni ichida uni ko'rib chiqib, kompensatsiya bo'yicha qaror qabul qiladi. Ilgari tadbirkorlar tomonidan sertifikatlarni sotib olish uchun o'zlarining mablag'lari hisobidan to'langan. Endi bundan buyog'iga kompaniya tomonidan ushbu mablag'lar qoplab beriladi. Joyida izoh berib o'tmoqchiman. Shu tadbirkorlar tomonidan olingan sertifikat bir martalik, ya'ni shu mahsulotlarni ishlab chiqarganligi to'g'risidagi hujjat. Mahalliy tovar sertifikati bu qog'ozdagi bir muhr emas, balki milliy ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi muhim vositadir. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda respublikamizda 7 ming nafardan ortiq ushbu sohada faoliyat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari bor. Ammo mahalliy tovar sertifikati ularning hammasida ham yo'q. Bu sertifikatni olgan korxonalarimiz bemalol davlat xaridlarida, o'sha elektron savdo platformalarida bemalol qatnashishadi, buyurtmalar olishadi. Bu nima beradi? Bu ishlab chiqarish hajmi oshishi, ertaga masalan o'sha buyurtmachiga ham olib borgandan keyin mebelini kafolatlaydi. Mebelsozlarimizga bu juda qulay imkoniyat bo'ldi. Aytish joiz, sertifikat belgilangan tartibda vakolatli organlar tomonidan taqdim etiladi hamda tovarning kelib chiqish manbasiga aniqlik kiritadi. Uning qo'llanilishi esa shaffoflikni ta'minlash hamda mahalliy mahsulotlar ulushini oshirishga xizmat qiladi. Bugun oltin nafaqat qimmatbaho metal, balki u iqtisodiy barqarorlik kafolati va moliyaviy tayanch nuqtasidir. 2025-yilning so'nggi kunlari jahon xomashyo birjalarida oltin narxi rekord darajada o'sib, uning 1 unsiyasi narxi 4539 dollarga yetdi. Ayni ko'rsatkichlar ham tillaning bugungi qiymatini ifodalashi mumkin. Iqtisodchilar fikricha, mazkur qimmatbaho metal narxining o'sishi O'zbekiston uchun ko'proq imkoniyat, kamroq xavf olib keladi. Oltin nega qimmatlashayotgani, uning iqtisodiyotga qanday ta'sir qilishi mumkinligini o'rgangan hamkasbim Sohiba Toshqulovaning hozirgi tahlillaridan muayyan prognozlar va Markaziy bank tomonidan ilk bor oltin quymalarni sotib olish bilan bog'liq ma'lumotlar ham o'rin olgan.
Dastlab 2025-yil haqida o'tgan yil oltin narxi tarixiy rekordlarni yangilab, o'sish 70% dan ko'proqni tashkil etdi. Tabiiyki, oltin quymalari narxi ham sezilarli darajada oshdi. O'tgan yil boshida 100 gram ko'rinishdagi oltin quymalar 116,6 million so'mdan sotuvga chiqarilgan bo'lsa, dekabr oyiga kelib uning narxi 180 million so'mga yetdi. Oltin bilan bir qatorda kumush ham keskin qimmatlab, uning narxi 75,97 dollarga yetdi va u ham rekordni yangiladi. Qimmatbaho metal o'tgan yil boshidan buyon 150% ko'tarilib, o'sish sur'ati bo'yicha oltindan ham yuqori natijani ko'rsatdi. Bilamizki, dunyoda davlatlarning oltin valyuta zaxiralari mavjud. Oltin valyuta zaxirasi mavjudligi, ya'ni oltin ko'rinishda ham va xorijiy valyuta ko'rinishda ham valyuta zaxiralar yig'a. Endi dunyoda olib borilayotgan davlatlarning siyosiy jarayonlari, uzoq muddatli strategiyaning ishonchli bo'lmayotganligi sababli davlatlar valyuta ko'rinishidagi zaxira yig'ishdan ko'ra oltinni o'zini ko'rinishidagi zaxira yig'ish masalalarini birlamchi jarayonga chiqarib, shuni e'tibor qaratmoqda. Yana bitta narsa, jahon miqyosida oltinning narxi oshishiga ham ta'sir etadigan sabablar davlatlardagi turli xil madaniy tadbirlar ham bunga ta'sir etadi. Masalan, Hindistondagi Diwali bayrami ham dunyoda 3-o'rinda oltin iste'mol qiluvchi davlat sifatida qaraladi. Hindistondagi mana shu bayramlarda ham o'sha oltinning narxiga oshishiga ta'sir etadi. Iqtisodchilar fikricha, oltin O'zbekiston uchun juda muhim resurs. U eksportdan tushadigan daromadga, valyuta bozoriga va davlat budjetiga bir vaqtda ta'sir ko'rsatadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston 9.9 milliard dollarlik oltin sotgan. Bu umumiy eksportning taxminan 3dan 1 qismiga teng deganidir. Shu o'rinda yana bir savol, qimmatbaho metallar bozorida rekord narxlar saqlanib qoladimi? Dunyoda oltinning narxini oshish bo'yicha Bank of America va Goldman Sachs degan oltin narxini prognoz qiluvchi tashkilot bor. Uzoq muddatli prognozda oltinning narxi stabillashishini prognoz qilmoqda, ya'ni 10 yillik rejada. Lekin qisqa muddatli prognozlarga ko'ra, agar shu tariqa AQSh dollarining qadri tushib boradigan bo'lsa, unda oltinning narxi albatta ko'tarib borishini prognoz qilmoqda. Ya'ni 2026-yilda oxirigacha bir unsiya oltinning narxi belgilangan miqdordan 6000 AQSh dollarigacha chiqish mumkinligi haqida prognozlar keltirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan tijorat banklarimizga joriy qilingan, ya'ni tilla tangalar va kumush tangalar, bular ma'lum vaqt evaziga sotildi. Endi yana bitta imkoniyat yaratildi. Markaziy bank qarori bilan o'z sotilgan tangalarni bevosita yana qaytarib o'ziga qabul qilish. Mablag' kerak bo'lganda bevosita hech qanday moneliksiz yana tijorat bankiga borib qayta topshirib, o'sha pulingizni olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda oltinning narxi oshishi hisobiga tilla tanga yoki kumush tanga olgan odamlar foyda qilish ehtimoli yuqoriligicha qoladi. Strategik metallarga bo'lgan global talabning ortishi konchilik va metallurgiya sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarni birlashishga undamoqda. Janubiy Koreya birjasida Hyundai Motor Group aksiyalari narxi rekord darajada ko'tarildi. Bunga ishlab chiqarish jarayoniga odamsimon robotlarning jalb qilinishi va Nvidia bilan hamkorlik haqidagi xabarlar ta'sir o'tkazdi. Avatar ilmiy fantastik filmining 3-qismi jahon prokatida 18 kun ichida 1 milliard dollardan ko'p daromad olib keldi. Ana shu va boshqa e'tiborga molik xabarlar bilan Feruza Ismatova tanishtiradi. Jahon konchilik va metallurgiya sanoatida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Gap shundaki, Avstraliya, Britaniyaning Rio Tinto va Shveysariyaning Glencore kompaniyalari o'rtasida olib borilayotgan muzokaralar natijasida ushbu sohada faoliyat yurituvchi dunyodagi eng yirik korporatsiya tashkil etilishi mumkin. Agar bitim tuzilsa, birlashgan kompaniyalarning umumiy bozor qiymati 200 milliard Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan oshib, hozirda bu borada yetakchi bo'lgan Avstraliyaning BHP korporatsiyasini ortda qoldiradi. Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, bunday tendensiya yashil energetika, elektromobillar ishlab chiqarish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, mudofaa sanoati va sun'iy intellekt rivoji bilan bog'liq loyihalarning jadallashib borayotgani sababli yuzaga kelmoqda. Hyundai Motor Group 2028-yildan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarining Jorjiya shtatida joylashgan zavodida avtomobillarni yig'ishda odamsimon robotlardan foydalana boshlashini ma'lum qildi. U o'ziga qarashli Boston Dynamics kompaniyasi tomonidan yaratilgan Atlas nomli gumanoidlarni ishlab chiqarishga jalb qiladi. Las Vegasda bo'lib o'tgan CES 2026 xalqaro ko'rgazmasida ushbu robotlar namoyish qilindi. Boshida gumanoidlar xavfli va takroriy jarayonlarni avtomatlashtirishda qo'llaniladi. Keyinchalik esa og'ir yuklar bilan ishlash hamda murakkab vazifalarni bajarishga yo'naltiriladi. Aynan shu xabarlar ortidan Janubiy Koreya birjasida Hyundai Motor Group aksiyalari narxi 15% ga ko'tarildi.
Walt Disney Studios ma'lumotlariga ko'ra, Avatar olov va kul ilmiy fantastik filmining jahon prokatidagi yig'imlari atigi 18 kun ichida $1 milliard dan oshib ketgan. Bu taniqli rejissyor James Cameron tomonidan ishlangan katta daromad olib kelgan 4-chi kinokartinadir. Yangi yil arafasida ekranlarga chiqqan ushbu film Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadada 306 million, xalqaro miqyosda esa $777 million dan ziyodroq daromad keltirgan. Joriy yil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalar elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari uchun kompensatsiyani onlayn murojaat orqali olishlari mumkin. Agar oila ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lsa, kompensatsiya avtomatik tarzda tayinlanadi. Kompensatsiya olish uchun fuqarolar Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mustaqil murojaat qilishi mumkin. Daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1.5 baravardan yuqori bo'lgan ortiqcha ko'chmas mulk va avtotransportga ega va avval kompensatsiya olgan oilalarga kompensatsiya berilmaydi. O'zbekiston 2030 strategiyasining yangilangan tahriri jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Unda mamlakatimiz moliya tizimini yangilashga qaratilgan muhim islohotlar belgilangan. Jumladan 2027-yilda islomiy moliya tamoyillari asosida ishlaydigan birinchi bank tashkil etilishi rejalashtirilgan. 2029-2030 yillar davomida esa yana 2 islomiy bank o'z faoliyatini boshlashi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari 2030-yilga borib O'zbekistonda 3 ta bank islomiy moliya qoidalari asosida xizmat ko'rsatishi mumkin. 2025-yilda O'zbekiston eksport hajmi 33.4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 23% ga oshdi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lum qilishicha, o'sish asosan yangi eksport yo'nalishlari hisobiga ta'minlangan. Jumladan turizm xizmatlari eksporti 5 milliard dollarga yetgan. Oziq-ovqat mahsulotlari hamda qurilish materiallari eksportining har biri 1.1 milliard dollarni tashkil etgan. Shuningdek, IT xizmatlar eksporti 940 million dollarga yetib, eksport tarkibidagi muhim manbalarga aylangan. 2025-yilda O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 86.7 milliard kilovatt-soatgacha yetdi. Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shundan 16.8 milliard kilovatt-soat qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh, shamol va gidroelektrostansiyalar hissasiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 29% ga oshgan. Bugungi tahlillarimizga asos bo'lgan mavzular ana shulardan iborat edi. Yangi haftada ham ishingiz baroridan kelishini va mazmunli o'tishini tilab ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Keyingi yakshanbada yana efir orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.